Hurmatli obunachilarimiz, 60 ming so'm degan akşamki patologimizni qimmat ko'rganlar uchun menga qarang. Bu patologi aksiyada faqat 1 oy 40 ming so'mdan 1 kvadrat lisingizni ustoplasini, faqat ustoplasini, lekin noto'g'ri eshitmang. Ba'zilar o'ylab turibdi, shu 40 ming so'm yoki 60 ming so'm ichida hamma narsasi ichindami deb o'ylab turibdilar. Yo'q, unchalik emas. 1 kvadrat lisingizni xudo xolasa 40 ming so'mdan ustoplasini ishlab beramiz. Xolasangiz barcha mahsuloti ichida desangizlar 140 ming yoki 150 ming so'mdan ishlab beramiz. Faqat do'sti ustoda bor bu aksiyalardan foydalanib qoling, uchurt olib qoling. Uchurt yetmaydi. Ina o'zi telefon turgan odamlar biladi xudo xolasa. Uchurt yetmas ekan. Uchurtimiz avgust-sentyabr oylarini yozilasiz, zalogini berib qo'yib xudo xolasa. Nereza obunachilar 40 ming so'mdan shu patologlar bo'ladimi? Yoki barcha xizmat ichida desangizlar 140 ming so'mdan ishlab beramiz. Sizlarga bu hali aksiya. Ina buni endi bomba atamiz, deyman qarang. Patologa qarang. Obunachilarimiz hali buni obzor etmadim lekin. Obzorni общий narx chiqqandan keyin aytamiz. Общий biza buni boshlamas burun 24 million deb qo'ydik. Lekin necha so'm ketganini bilmayman. Общий bedovozi chizmalarimiz ham o'zgarib ketdi, tunika pollarimiz ham o'zgarib ketdi. Xudo xolosa bu teksturali listlarimiz faqat tilla metallar bor. Nega sizlar obunachilar tilla metal hazarasi bilan yurak yo'lib boshladi lekin. Mana qarang. Tum qo'shoq chiqadi. Hali yana o'zgarishlarni qo'yamiz buni. Xudo xolasa bir oltin so'yib bagetlarni kelganmiz. Ularni ham qo'yganimizdan keyin вообще dahshat bo'ladi. O'zini obzor etaman. Bo'ldi.